أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsir muyassar nuzul darsimizni davom qilgan bo'lib, Nahl surasi 55 oyatga to'xtab qolib ekanmiz. Shuning o'zini yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين يؤمن للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم.
Ayet-i Kerime'nin kısa Uygur tercümesi. Ular özlerine bergen beşideki eğirçilikni kötürüp etkenligimizden ibaret nimetimizge naşükürlük kıladu. Sizler ecilinla yetkiçe dünyadan bahriman bulunla. İşinlarının akıbetini uzak kalmayı bilisizler. Ular biz özlerine bergen mal mülkten bilimsiz butlarga nesive kaldırdı. Ey müşrikler! Allah'ın namı bilen kasem ki sizler özüňi oydurup çıkargan nersaňlar üçün çokum sorak tartılısılar. Ular Allah'a kızlarını nispet beredi. Allah bundak böhtandan paktur. Ular özü arzu kıldıganlarını özlerine nispet beredi. Ularning birerisiga xotinining qiz tuqqanlik xo'sh xabari yetkazilsa, chiroyi o'zgarib, g'azabnak bo'lib ketadi. Yetkazilgan yomon xabardan qo'rqib, o'z qavmiga ko'rinmay yushirinib oladi. Andin u nomus chidab qizni saqlab qolamdi yoki uni to'pi ostiga tirik ko'mamdi. Shu haqda o'ylanadi. Ularning hukmi, ya'ni o'g'illarni o'zlariga nisbat berib, qizlarni Alloh nisbat berishi haqiqatan nima degan yomon qabih. Oxiratga ishonmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish, xotini o'g'il tug'sa xushal bo'lib, qiz tug'sa achchiq kelish, or-nomusdan va kambag'allikdan qo'rqib, qizlarni tirik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Allah bo'lsa eng oliy xislatlarga ega. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar Allah insonlarni ularning zulmi tufaylidan chapsan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida qimirlab turadigan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Lekin Allah ularni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ularning halok bo'lish vaqti kelganda qilcha vaqtmi kechiktirilmaydi. Vaqti kelmasa qilcha vaqtmi ilgari surilmaydi. Ular o'zlarini yomon ko'rdiganni Allohga mansub qiladi. Ular oqibatning yaxshi bo'lganligi bilan jo'ylaydi. Shubhisizki ular do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ular do'zaxga tashlanib qoluvchilardir. Ey Muhammad, Allah'ın namı bilen qasamki, senden ilgiri ötken ummetlerge hakikaten peygamberler evettik. Şeytan ularning amallerini o'ziga chiroq ko'rsatdi. Şeytan bugun ularning yordamchisidir. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, biz kitobni, ya'ni Qur'onni faqat sening kishilarga ular dinidagi datalash qilishgan narsalarni bayon qilib berishing uchun iymon etadigan qavmga hidoyat va rahmat bo'lsin uchunla nozil qildik. Xo'sh, liyakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. ليجحدوا نعمنا عليهم ومنها كشف البلاء عنهم فاستمتعوا بدنياكم ومصيرها إلى الزوال فسوف تعلمون عاقبة كفركم وعصيانكم.
Ular bizning ular qilgan ne'matimizga noshukirlik qilish uchun liyakfuru bima ataynahum va u ne'matlarimizning qatoridan durmasdan ulardan balani ko'tarib o'tish. Fastamti'u bi dunyakum. Sizlar undaqda dunyolaringdan huzurlanib, vaqtliq onundan bahramand bo'lib turinglar. U dunyoninki oqibati bo'lsa zavalliqqa mahkum. Yaqinda sizlarning kufr isyonining oqibatining qandoq bo'lganligini bilsizlar. Wa min qabihi a'malihim annahum yaj'aluna lil asnami allati ittakhazuha aliha وهي لا تعلم شيئا ولا تنفع ولا تضر جزءا من أموالهم التي رزقهم الله بها تقربا إليها تالله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تختلقونه من الكذب على الله. Ularning yaman satqılıqlarının qatarındır. Çokum ula olsa nim kılıdı butlağa ki o butlağını yüzü ilah kılıp ağan, yüzü onu ço oydurup yasıp ağan. O butros işkanda binasını bilmeydi ve işkanda bir kimi faydası mı yok, zini mi yok. Muşunda butlağı ço Allah bəgən rızq ata qılan mallarının bir parçasını ço bu butları kılıdı. Butları ataydı. Onunla o butlağa yakın buluş yüzüdün. Allah ulan kasam ki elbette çokum kıyamet günü sile Allah'a çaplagan bu böhtan yalgandan ibaret ya ki özanla bu tuğgan böhtandan ibaret bu kılmışının ki hesap nisabeden sorulsile. Ve yec'alul kuffaru lillahil benati فيقولون الملائكة بنات الله تنزه الله عن قولهم ويجعلون لأنفسهم ما يحبون من البنين. Bu kafirler Allah Teala için çok kızlarına nispet veriyordu. Deydi ki perişteler olsa Allah'ın kızları deydi. Allah bularning bu degan bu bo'hton bu xil to'qim gaplardan to'limi uzoq, to'limi pok. O'zlariga o'z yaxshi ko'radigan o'g'illardan iborat buni o'zga ataydi. وإذا جاء من يخبر أحدهم بولادة أنثى اسود وجهه كراهية لما سمع وامتلأ غما وحزنا. Qachon o kafirlarning birisiga ayollarning qiz tuqqanligidan xabar berib bir kim kelsa, bu uning chiri tatirib, o'zgirib, qardab ketadi. Bu ang'in xabarninki naqadar yeqimsiz, naqadar yerginish his qilib va ularning qalbi g'am va qayg'u to'shqanlik jihatdan chiroy shakli qardab ketadi. يستخفي من قومه كراهة أن يلقاهم متلبسا بما ساءه من الحزن والعار بسبب البنت التي ولدت له ومتحيرا في أمر هذه المولودة أيبقيها حية على ذل وهوان أم يدفنها حية في التراب ألا بئس الحكم الذي حكموه من جعل البنات لله والذكور لهم. Bu yüzü
тәгәртеп кеткен, yüzü кардап кеткен bu аялның кыз тукканлыгы белән хушкар бирелгән. Bu yüzü kardap ketken kar yüz kafirninki kanda kılıdı. Bu yüz kavmedin yüzün tatıdı. Öz kavmedin şu yuşşurun oladı. Neme için? Yaktı olmağalıkına cahdedin. Bu ulağa uşkap kalışın yaktı olmağalıkına cahdedin. Naite kaygılık bu haberninki mutelebbisen bima sa'ahu minel huzn vel ar. Nima uchun? Buningki bu g'am qayg'u va or nomusninki naqadar bo'lganligi o'zlan billa bo'lganlik uchun o'zini shundoq naqadar bir g'am qayg'u va or nomusga bu tushib ketganligini mushnaq his qilib bu o'z qavmidan jiroq qilib o'z qavmidan maxfiy bo'lib oladi. Nima uchun? Nimishqa? Bu bir onunki onun üçüncü bir kızınki ayalının kız tuğullık sebep bilen ve hayran kılan halatda bu tuğulgan kız balınınki işki şakkada. Kandak hayran kılan halatda bu bu kızını tirik muşundak bir horluk ve şundak nime bir acizlik mushundaq holatda tirik saqlab qolamdi bu qizni yoki uni tirik to'piq kun botamdi qoni qilaman deb bu hayron qon holatda shu qayg'ilan qavmidan jiroqlashib or nomus bilib ketib buni g'am qayg'u tushunib qanday qiladi qavmidan uzoqlashib qavmidan o'zini maxfiy tutadi. Dikkat neme degen yamana bola kılan bu hüküm ki bu kızlarını Allah'a nispet verip oğullarını üzük nispet verip kılan bu hüküm neme degen akılsızlarca, insafsızlarca hüküm. Lillezine la yu'minuna bil ahireh ve la ya'meluna leha as-sifatul kabihatu minel aczi vel haceti vel cehli vel küfri. ولله الصفات العليا من الكمال والاستغناء عن خلقه وهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره. Ahiretki iman keltirmeydiganlar üçün ve ahiret üçün hiç qandaq bir yaxşı amel qılmaydiganlar üçün şundaq bir nimba naiti acizlik, ihtiyaclık, bilimsizlik, küfürden ibaret nait set sıfatlar var. Nait erginişlik, müjnak bir sıfatlar var. Allah subhanahu wa ta'ala çünkü nait yukarı örneklik sıfatı var. Yükseklikten ibaret, özünün mahlukatlardan bir hacet buluştan ibaret. O Allah özünün padişahlığı da hemmeden ezdir. O padişahlığını tədbir qilib, padişahlığı idare qilish jarayonida eng hikmetlik zatdır. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِكُفْرِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى الْأَرْضِ مَنْ يَتَحَرَّكُ وَلَكِنْ يُبْقِيهِمْ إِلَى وَقْتٍ مُحَدَّدٍ هُوَ نِهَايَةُ آجَالِهِمْ فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون عنه وقتا يسيرا ولا يتقدمون. Allah insanlarını, o insanların küfür böhtallığı sebeplik eğer bunu ceza tadılga şu olsa, bunu bir helak kılış, mandak şu olsa, Allah subhanahu teala ziminde hiç kandak ömlep mağdıgan, hareket kıdığan, hiç kanda bir canavarlıkını koymagan boladı. Lekin Allah yanala ularını belgilengen, ta ecel tügen kadar, belgilengen vakit kadar ularını kaldırdı. Eğer ularning ajali kelib qolsa, o ajaldan hech qandaq ozgina vaqtmi kimmi qolmaydi,
ve ilgirim bulmaydı. Nak şu vaktimizde o amanatını alıyordu. O vakti onu çok halak kılıyordu. ومن قبائحهم أنهم يجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم من البنات وتقول ألسنتهم كذبا إن لهم حسن العاقبة حقا أن لهم النار وأنهم فيها متروكون منسيون. Yani bunlarning sat, yirginishlik, echinishlik sifatlarining qatoridan bo'lgani chuqum ular Alloh subhanahu va taolo uchun o'ziga qizlarni iborat yoqtirmagan bularni Allohga nisbat beradi. Va deydiki ularning tili yolg'ondirlar. Chuqum o'zlari uchun go'zal g'alaba va keyingi natija, keyingi oqibat o'zlari uchun bo'lganligi haqida jo'ylaydi. Haqiqatan ular uchun do'zax. Do'zaxdan boshqasi yo'q, faqat ularningki vaboli, oqibati do'zax. Chuqum ular u do'zaxdan tashlangandir va ular u do'zaxga untilgandir. Yani ebedin ebed qoladi onun demekçi de. Tallahi laqad arsalna rusulan ila umamin min qablika eyyuhar rasulu فحسن لهم الشيطان ما عملوه من الكفر والتكذيب وعبادة غير الله فهو متول إغواءهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع. Allah bilan qasamki chuqum, yani zatim bilan qasamki demekçidir Allah Teala. Zatim bilan qasamki chuqum biz nurg'un payg'ambarlar avatdiq. Ey payg'ambar alayhissalatu vassalam senden ilgak ummatlarga. Ularga shaytonlar kufr va takzibni iborat va Allohning boshqasiga ibodat qilishni iborat bu xil amallarni o'zini shayton chalar ko'rsatdi. U shayton o'zlarinincha ularnicha dunyoda ozdirishga ega bo'lg'uchidir. Ular uchun oxiratda dardnak, alamlik azob bor. وما أنزلنا عليك القرآن أيها الرسول إلا لتوضح للناس ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام لتقوم الحجة عليهم ببيانك الذي لا يترك للباطل مسلكا إلى النفوس ولكون القرآن هدى لا يترك مجالا للحيرة ورحمة للمؤمنين باتباعهم الهدى ومجانبتهم الضلالة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz Kur'an-ı Kerim'ni faqatla sana qanda qilish uchun insonlar dinda va dinning ahkomlarida talash tortishib qolgan narsani insonlar uchun ro'shan bayon qilib berish uchun ham tushadik. Ularga bir hujjat tursin uchun voy biz anlamapdiq, bilmapdiq, bizga bu dinning ahkomi to'g'risida kammidi. Qashqay Xudoyim bizni mushu kunga, mushu ig'ir kunning bo'lganligidan burun bir oldinlar xabar bersang bo'lmasmidi deb qolmaslik uchun ularga oldinlarcha hujjatni turg'izish uchun biz sana ey Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning din va din ahkomlari borasida dayatalash tortishib qolgan narsani o'zini ro'shanlashtirib ochiqlashtirib berish uchuncha Qur'oni Karimni tushadi. Sening bayon qilishingki bu qoldirib qo'ymaydi, bu sening bayon qildig'ing botil uchunchu bir nafslarga, insonlarning qalbiga, u yoki vujudiga bir hech qanday bir yo'l qoldirib qo'ymaydigan mushundoq bir bayonotni bayon qilib berishinglar hech qanday bir yo'l qoldirmaydigan hujjat ularning ustiga tursin uchun demak biz sizlarga olimimiz dunyoda biz
Biz agahlandırıcı bəgən toq, evetken toq, ondan kitap bəgən toq, bayaqni bayan qilish uchun. Endi sizlarninki bu yerda dayatalash tartish qiladigan, o'zretilgan vaqtingni ketdi deb bu yerda mundaq hujjat ularga tursin uchun biz hujjat olsun uchun Qur'oni Karimni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sana tushirdik. Va Qur'oni Karim hidoyat bo'lsin uchun tushirdik. Ki qoldirmaydi bu Qur'oni Karim hech qanday hayron qilishga bir majal, bundaq bir makon qoldirmaydi. Va mu'minlarga rahmat qilib tushirdik. U mu'minlarninki bu Qur'oni Karimning yo'l ko'rsatmasiga, hidoyatiga egishish jarayonida. Va u mu'minlarning cho ozg'unlik, gumrohlikdan yiroq bo'lish, undan uzoq qochib ketish haqida mu'minlar uzoq qochib ketsin uchun, uzoq bo'lsin uchun mu'minlarga bu Qur'oni Karimni rahmat qilib tushadi deydi. Xo'sh, oyat karimda patamattau degan bu amr bu yerda tahdid yoki vaid. Amr menda tahdid uchun keladi-da. Xuddi فأتوا يا أو تعجز فأتوا بسورة أنا أمر تعجز أما فتمتعوا بنا شو أمر بنا ده تهديد yani yapışınla huzur halavatki çümüp mıydak yaşanla hayvan gibi pat arada sile akıbatın nimikeligini vabalının kandak bolğalıgını bilip kalısıla bunu unutup kalmanla degендek. Tehdit veya ki vaid üçün bu yerdeki temetta'u degen emir. Hoş dersimizinki devamı keyingi saatte oldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.